Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Akşam men Urganch shahri yoshlik 18 do'mi bo'yicha video qo'ydim. Xalqdan ham izoh olganman. Lekin ayrim sabablarga ko'ra videoni qo'ymay turibman. 17-chisloda sud bo'ladi. Ya'ni o'sha quruvchi bilan xalqning o'rtasida, o'sha jabrdiydalarning o'rtasida sud bo'ladi. Biz yakuniy xulosani odil suddan kutib turibmiz. Endi shu xalq ham kutib turibdi. Tinglovchi sifatida men ham qatnashacakman. Bir narsani aytib o'tchakman. Biz bugun rasmiylardan bir xabar oldik. Ya'ni shu dom bo'yicha surishtirayotganimizda shu domni 4-etaji noqonuniy qurilganligi aniqlandi va sudning qarori bor ekan yiqish bo'yicha 4-qavatini. Endi yaxshi 4-qavatini yiksa, hozirgi olgan yangi xo'jayini shu domning egasi yiksa, o'zini shotidan yiqadi, o'zini shotidan shtraflarini to'laydi. Lekin bu yerda xalqning taqdiri nima bo'ladi? Demak, xalqning taqdiri menimcha shu bular sarflagan 100% to'lovini undirib oladi va men o'ylaymanki, shuni ichine ketgan remontini pulini ham oladi degan umiddaman. Endi bu yoqni hammasi yakuni odil sudimizga bog'liq. Ya'ni qozi kalomning qarori bilan hamma narsa hal bo'ladi. 17-chisloni kutamiz, sud jarayonlarini kuzatamiz va yakuniy xulosani o'sha sudyani yakuniy hukmi bilan e'lon etamiz, xudo xolasa. O'ylaymizki, xalqimiz rozi bo'ladi bu qarorlardan va o'sha bilib bilmasdan shu yerda bir aldovni qurboni bo'ldi bular. Men o'zi bir maslahat berjekman, ana shu bizani kadastr arxitektorlarimizga, ana shunday yolg'onchi bir boshqa maqsad bilan quramiz deb yerni olib, obeshать etib, davlatni aldab, masalan, o'quv markazi quraman deb turib, qatlaman vaqtida, ya'ni fundament vaqtida уже uyni dom etib, ya'ni dom deb sotgan quruvchilarga nisbatan bir chorniy spiskga kirgizib qo'ysangizlar yaxshi bo'lar edi. Qaytib bularga hech qanday yer ham berilmasin, qaytib bular hech yerda dom ham qurmasin. Aytishlaricha bu quruvchidan faqatgina bular emas, ko'pchilik qurbon bo'lgan odamlar bor ekan. Qo'shko'pir tumanidan ham bor ekan. Qurbon bo'lgan odamlar, ya'ni jabrdiyda odamlar. Men aytchakmanki, bizlar hozir asosdan geometr hamma narsasi shu quruvchi bo'yicha ko'p ma'lumotlar kelib turibdi, lekin hozircha sir saqlab turamiz. Hozircha o'zi vaqtiga endi oshkor etamiz hammasini. Qachonki bizlarni yana shu aholimizni, yana shu sotib olgan odamlarni rozi etadilar, ana keyin biza yakuniy xulosasini ko'rsatib beramiz. Hozir biza shu 17-chislda bo'ladigan sud jarayonini kutib turibmiz. Videoni qo'ymasligimizdan maqsadimiz sudga bosim bo'lib qolmasin deb turibmiz. Chunki bilasizlar, sud tizimi ular mustaqil organ hisoblanadi. Mustaqil idora. Biza ularga nisbatan hozir bir video aytib qo'yib, ertang o'zlariga nisbatan bosim deb tushunishi mumkin. Shuning uchun 17-chisloni kutamiz. Kuzatishda davom etinglar bizani. Bu yoqdan qiziqli bo'ladi.